Dil agar nogahon g'amga uchrasang, g'amxo'r do'sting bo'lsa, u g'am emasdir. Kulfat kuni sodiq do'stlaring kerak. Baxtli kunda do'stlar hech kam emasdir. Assalomu alaykum azizlar. Ma'lumki, inson aql va hushini tanib, hayotning past va balandi, issiq sovug'idan qanchalik xabardor bo'lib borgan sari o'ziga bir hamfikr, hamdard, oshno istab qoladi. Bu haqda ustozlarimiz o'zlarining boshlaridan o'tkazgan voqea hodisalardan ogoh etib, bizlarga ko'plab ibratli hikoyat va qissalar, pand va nasihatlar yozib qoldirganlar. Ular qaysi zamonda, qaysi makonda yashamasinlar, hayot degan ulug' ne'matning har bir insonni turli sinovlardan o'tkazishi, goh dilxush, goh dilxun onlarni inom etishi. Mana shu lahzalarda inson uchun bir hamdard, suyanchiq zarurligini yurak-yurakdan his etganlar. Shu sabab farzandlarini tarbiyalab voyaga yetkazishda ularga hayot uchun zarur bo'lgan turli kasb hunarlarni o'rgatib, hayotning quvonch va tashvishlaridan xabardor etib, qalblariga poklik, rostgo'ylik, juvonmardlik hislarini singdirib borganlar. Ma'naviyat xazinasining bebaho durdonlaridan biri bo'lmish Qobusnoma asarini eslang. Qadimiy shohlardan biri Kaykovus o'z o'g'liga bag'ishlab nasihatnoma yaratadi. Ne boyliklar u davlati bo'lishiga qaramasdan inson hamisha inson bo'lib qolish kerakligini umri poyonida anglab yetgan shoh endi farzandi dilbandini yurt uchun, el uchun foydasi tegadigan mard o'g'lon bo'lib ulg'ayishni istaydi va barcha pand va nasihatlarni bir kitobga jamlab, hikoyat va rivoyatlar orqali bayon etadi. Bugungi ko'rsatuvimiz mazmuniga mos ana shu kitobdagi bir bobga bitilgan mana bu nasihatni bir tinglab ko'ring-a. Ey farzand, bilg'ilki, to kishi tiriktur, do'stsiz bo'lmag'usidir. Kishining do'stsiz bo'lganidan birodarsiz bo'lgani yaxshidir. Bir hakimdan so'rdilar, do'st yaxshiroqdirmi yo birodar? Hakim aytdi, do'st bo'lsa yaxshidir. Demak, do'stning ishi haqida o'ylag'il, ularga hadyalar bermoq, muruvvatlar qilmoq bilan do'stlik qoidasini mahkam qilg'il. Nedinkim har kishi do'stlarni yod qilmasa, do'stlar ham yod qilmag'usidir va ul kishi hamisha do'stsiz qolg'usidir. Hamma vaqt do'st tutmoqni odat qilg'il, zeroki har kishining do'sti ko'p bo'lsa, ayblari shuncha sir tutilur va fazilati ko'payur. Lekin har vaqt yangi do'st topsang, ko'hna do'stlarni tark etmag'il va ulardan yuz o'girmag'il. Toki hamisha do'sting ko'p bo'lsin debdirlarki, yaxshi do'st kishiga ulug' ganjdir. Donishmandlardan birining huzuriga bir odam kelib, do'st topish mushkulligidan zorlandi. Donishmand unga dedi, sening ranj, alamingni barobar tortadigan, shodligingga shodlanadigan do'stni izlasang, bunday do'st noyobdir. Senga o'zini do'st qilib ko'rsatadigan tasodifiy do'stlar esa juda ko'p. Agar haqiqiy do'st topish menga muyassar bo'lsa, u bilan qanday muomala qilishim kerak? Haqiqiy do'st topsang, unga sodiq bo'l, xiyonat qilma. Ko'ngildagi do'stlik muhabbatini so'zing va ishing bilan ko'rsat. Do'sting sirini oshkor qilishdan saqlan. Uning yonida boshqalarni g'iybat qilma. Do'sting muhtojlikda qolsa, darhol unga
yordam ber. Aytishlaricha, chin dildan istalgan yaxshi niyat ro'yobga chiqar ekan. Do'stlarning o'zaro uchrashuvlaridan birida Abdurahmon Jomiy Alisher Navoiyga turkiy tilda xamsa bitmoq endi siz uchun ham qarz, ham farz bo'lib qoldi deydilar. Nizomiy va Xisrov meni qo'llasalar, siz duo bilan madadkor bo'lsangiz, inshaalloh bu vazifaning adosiga tirishkumdir, debdilar Alisher Navoiy. Nihoyat olamga mashhur xamsa yaratiladi. Va uning bir dostoni Alisher Navoiyning muxlisi, yaqin do'stlardan birining orzusi bo'lmish elga suv keltirgan Farhodga bag'ishlanadi. O'z sevgilisini izlab yo'lga chiqqan Farhod yo'lda Shopur ismli bir rassomni uchratadi. Ular bir-birlari bilan do'stlashib, ulug' maqsad sari otlanadilar. Farhodning ezgu ishida do'sti Shopur doimo u bilan birga bo'ladi. Do'stlarning o'zaro hamkorligi og'ir, mashaqqatli damlarda bir-birlariga madadkor bo'lishlari tufayli elning azaliy orzusi ushaladi. Tog'dan suv keltirilib, bog'roqlar, qasrlar barpo etiladi. Albatta, xamsada shunday har jihatdan ibratli dostonning yaratilishida ustozlarning duosi-yu do'stlarning madadi Alisher Navoiy hazratlariga kuch-quvvat bag'ishlagan. Alisher Navoiyning ana shunday ham ustozi, ham do'stlardan biri Abdurahmon Jomiy edi. Bu ikki shaxsning bir-biriga bo'lgan munosabatlari, sadoqatlari, maslakdoshliklari va har bir masalada bir xil fikrga ega ekanliklari bir mo'jiza sifatida tarix sahifalarida qolgan. Alisher Navoiy Abdurahmon Jomiyni 1464-65 yillardan keyin uchrashgan u bilan Hirotda. Bu vaqtda Navoiy Mashhadda tahsil olayotgan edi va Navoiyning Mashhaddagi davrlari ancha moddiy ham ma'naviy jihatdan qiyinchilik, mashaqqatlar bilan o'tgan edi. U Hirotga qaytganida Abdurahmon Jomiyni ko'radi va umrbod u bilan do'st bo'lib qoladi. Jomiy ham Navoiyni juda hurmatlagan, qadrlagan va ular faqat badiiy ijod sohasida emas, hatto keng ma'noda ijtimoiy, siyosiy voqealar yuzasidan ham bir-birlariga madadkor, maslahatchi va tayanch bo'lganlar. Bu haqda juda ko'p ma'lumotlar saqlanib qolgan. Jomiy hajga borganda Iroqdan turib Navoiyga xat yuboradi. Navoiy yana Jomiy Hirotga yetib kelguncha u xatga javob yozadi. Bu xatlardagi ruboiylar shunday bir go'zal, shunday bir samimiy yozilganki, ham usluban, ham ma'no nuqtai nazardan bu haligi bir-biriga hamisha oshiqadigan va biri ikkinchisini hamisha qo'msaydigan ikki do'stning hayotlaridan bir go'zal sahifalar desak bo'ladi. Alisher Navoiy Abdurahmon Jomiy kelolmagan bir majlislarda yoki bir yig'inlarda, anjumanlarda, o'tirishlarda hamisha uni yodga olib, unga taomlardan, shirinliklardan narsalar yuborib turgan. Ayniqsa bizni hozirgi ulg'ayam kunlarda mana shunday ustoziga, pirga bo'lgan muhabbat, do'stiga bo'lgan sadoqat va mana bunday oddiy insoniy mehribonchilik, ya'ni bir narsalar bilan do'stini ko'nglini ovlab turish, uni hurmatini bajo keltirish degan narsalarga biz u qadar e'tibor bermay qo'yganmiz, lekin bu juda ham e'tiborga loyiq narsalar. Va mana shunday yaxshi kunlarda biz Jomiydek mutafakkir allomani, Navoiydek mutafakkir buyuk shoirni va ularning bir-birlari bilan do'stligini yodga olar ekanmiz. Bu bizni ko'p narsalarga, ko'p ishlarga mas'ul qiladi.
Husayn Bayqarodek podshoh alohida bir risola yozib, Allohga hamd sanolar etib, shukronalar qiladiki, mening zamonimda Abdurahmon Jomiydek, Alisher Navoiydek buyuk shoirlar bo'lishdi. Biz ular bilan yaqin bo'ldik. Navoiy bilan men ko'kaltoshlik, ya'ni birodarlik chamasida yaqin edim deb yozadi. Va Husayn Bayqaro ham xuddi haligi Abdurahmon Jomiy aytganidek Navoiy asarlariga yuksak baho berib o'tadi bu asarida. Siz azizlar, yaxshi niyat yarim davlat deyishadi. Agarda ajdodlarimizning pandu nasihatlarini qalblarimizga jo aylab, har bir ishda bir-birimizga do'st, hamkor, madadkor bo'lsakgina orzularimiz albatta ro'yobga chiqadi. Donishmandlardan biri yaxshi do'st tuganmas xazina degan ekan. Ana shu do'stlik xazinasidagi bor insoniy fazilat va xislatlarimizni yurtimizning obodonligi, elimizning farovonligi yo'liga bag'ishlaylik. Do'stiga agar qo'shilsa do'st yor, orzu daraxti bo'lur hosildor. Keyingi ko'rsatuvda ko'rishguncha xayr.